Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir bitta video ko'rib qoldim Instagramda. Mana bizning stansiyadan metro Proshkinada hozir ommaviy mushtlashuv bo'lgan. O'zimizda o'zbeklar, tojiklar, shu musulmon esengidan bo'lgan o'zimizda musulmon xalqi. Endi men o'ylashimcha, o'zimning fikrimni aytaman, kerak emas bunaqa urishib, o'zi qattiq nima desam bo'ladi. Murakkab vaziyatda hozir yashab turibmiz. Umuman ishlab, yashab shu yerda Moskvani o'zida. Prosta hozir aytmoqchi bo'lganim, hozir bunaqa mushlashuv yoki tortishuv keragi yo'q. Endi o'zimiz pazor qilyapmiz hozir. Ko'chaga chiqib belkuraklarni olib, xuddi bir diki xalqqa o'xshab o'zimizni shunaqa qilib ko'rsatyapmiz-da. Bo'ladigani kimda problema bo'lsa, borib o'zaro rishat qilib, yo o'zaro rishat qila olmasa militsiyani chaqirib harakat hamma nimani qonuniy hal qilish kerak. Hozir boshqani o'zbekda o'zbek, tojik bir-birini hammasi millatini yomon ko'rsatib, o'zi hozir biz yaxshi vaziyatda yashaydiganmiz yo'qda. Shu uchun hammani tinchlikka chaqiramiz. Shtob kelishib ishlaylar, iltimos sizlardan. Bunaqa narsalarni takrorlab yoki bir nima desam bo'ladi, ommaviy muslashuv yo boshqa narsa chaqirishga kerak yo'q narsa u. Shu uchun unaqa narsalarni tavsiya qilmayman bolalar. Iloji boricha tinchgina ishimizni qilib, eson-omongina uyimizga boraylik. Hammaga eson-omonlik, sog'lik, daromad.